Salom do'stlar, sizlarga hozir qanday qilib donat qilishni yo'lini o'rgataman. Ko'pchiliklar qanday donat qilaman, nimadan donat qilaman deb so'rashadi. Shuni sizlarga o'rgatib o'taman. Free file. Mayga free filedagi ID yozasiz. 207 384 653 ve 6. Hozir siz robot emasligingizni isbotlang deydi. Litsenziya mumkin. Mana Qividan, keyin Yandexdan va Beeline shulardan donat qilsanglar bo'ladi. Biz hozir bank kartani tanlaymiz. Mana hozir sizlar xohlaganlarni tanlaysizlar. Biz hozircha 59 dan tanlab turamiz. Mayga siz shu free filedagi akkauntingizni atini yozasiz. Mana do'stlar, ashradagi free filedagi elektropochtangizni yozsangiz shunga kiradi. Mayga siz hozir kartangiz 16 talik harfi va boshqa narsalar. Mana do'stlar, shunga kirganingizdan keyin shu kartani egasini telefoniga kod keladi. Shu qaysi nomerga ochilgan bo'lsa. Men hozir bir do'stimning kartasiga ochdim. Hozir kodni aytib bersa kiramiz. Yo'qmasam shu yerga siz shu kodni yozsangiz kirib ketadi. Donat bo'ladi. Shunda sizning akkauntingizga kredit o'tadi.